Kimki otajonni yaxshi ko'rsa bitta like bosadi, onajonni yaxshi ko'rsa bitta komment yozadi. Hamma ota-onasini yaxshi ko'radi. Demak, like, kommentlardan bemalol kutsam bo'laverar ekan. Like bosgan qo'llaring tez kunda muborak kabatullohda siylasin. Biz hozir Farg'onani Quvasoyga kelganmiz. Andijonlik akalarimiz mana bunday konteyner materialdan tom yopib berish xizmatlarini qilib beryapti. Molxona, qo'yxona farqi yo'q. To'yxona, metanda tomi, propanda tomini konteyner materialdan chiroyli qilib yopib berar ekan. Eniga 30 metrgacha bo'lgan joylarda bez ustunsiz qilib berar ekan. Narxlari 150 mingdan 250 ming so'mgacha bo'lar ekan. 150 ming deganimiz mana bunday tayyor zdaniyaga qo'yib berishi 150 mingdan ekan. Agar noldan stoykalarni ham qilib beradigan bo'lsa 250 ming so'mga aylanar ekan. Kraskasini olib bersalaring, arzimagan summaga kraskalarni ham yopib berar ekan. Shiferni tunikasini ham olib beradigan bo'lsalaring, shu narxda ichida bonus tariqasida qilib berar ekan. Bizning kanalni nomini aytganlarga sitkani zo'ri bor ekan. Xizmatlar faqat O'zbekiston bo'yicha ekan. Bemalol telefon nomerlarini ekranda qo'yib qo'yamiz. Zakaz qilaverasizlar. Bizning kanalda nomini aytinglar, zo'r skidka bor.